Neçə sondan bo'lyapti? 16'dan topshirdik. 16'dan topshirdik. 16 samandan. 16'dan. Rublga alsak 200 rubl ekan birdan ağzı. Soyib ko'rsatsak bo'ladimi? Bo'ladi. Barayla pichoqtab. Pichoqtab qildim. Buni chiqqaniga 5-6 kun bo'ldi. 5-6 kun. Yaxshi bir farzand kelgan. Prosta bu yerni terib ekan. Transfermani bismillah terib boshladim. Sizlarga shu videom yoqqan bo'lsa, bittadan like bosib, obuna bo'lingizlar. Iltimos sizlarga obuna bo'lish qiyin emas. Shuna bir obuna bo'lib, like bosib o'tib ketingizlarda parcha saqib qo'yingizlar. Shu bizim video keng tarqalsin. Assalomu alaykum, qadrli baland tomoshabinlar. Nabijun Nurmatov live kanaliga xush keldingiz. Ya'ni bugun 17-may kuni mana tarvuz polni palekda berilyapti. Satyapti. Marhamat, adresi Kolxozobod, Yangi Turmush. Qarab kelsangiz keraksa. Yaqinmo'vaning o'zini. Assalomu alaykum. Ajab yaxshimisiz? Salomatmisiz? Salomat yaxshimi? Xudoga shukr. Buni nasib qilsa bu tarvuzlar ko'rik. Zo'r ketyapti, satyapsizlar. Necha so'mdan bo'lyapti? 16'dan topshirdik. 16'dan topshirdik. 16 samandan. 16'dan. Rublga alsak 200 rubl ekan birdan ağzı. Soyib ko'rsatsak bo'ladimi? Bo'ladi. Barayla pichoqtab. Pichoqtab qildim. Soyib ko'rsadim. Agar soyib ko'rsatsa, soyib ko'rsamlar ko'ryapsizlar. Alamiz hammasi terilyaptilar, ko'ryapsiz. Pichoqtab. Shu so'yib bak. Qaysini ko'rsating shu endi chegurayapti. Shu o'zimiz bilib Mesela tarvuzun yaxshisi chiqsin demoqchiman. Yana ham obunachilar aytmasin, xom so'yibdi deb. Ha, kamera ketyapti. Malol. Yo'q, so'yilgan. Bo'lsa shu qilib qoldi. Hay mayli, bismillah. Kel, yaqinroq kel. Bismillahirrahmanirrahim. Qo'yaman endi siz. Buna zo'r pishdi, yaxshi zo'r. Bismillah. Pishgan ekan. Juda yaxshi. Buna ko'ryapsizlar, sho'rlarni polni tarvuz ketyapti. 16 so'mdan sotilyapti. Ya'ni ki yana ko'p olsangiz juda berib tarvuz ko'p qanchalar bo'lar edi? Bor, bu yerda 3 hektar tarvuzimiz bor. Bu yerda yana 2 hektar tarvuzimiz bor. Ha, bu yoqda ham bor. Bor, 5 hektar tarvuz ekamiz. Bor, mana endi keladilar rasm bo'lsa, orqaga qo'yamiz. Bo'ladi, yetishdi tarvuz. Tarvuz yetishdi, vaqt keldi. Mana teryapmiz, xudoga shukr. Ketdik. Boshlarımızda ne çıkar? 9 kilo, 8 kilo. 9 kilo, 8 kilo aldık çıkardık. Haydi. Bu yaktağımızda Mart'ın 5'i ekamiz. Bir hafta var uzak. Razavay bulan bulan. Bunu çıkanına 5-6 gün oldu. 5-6 gün. Yaxshi bir farzand kelgan. Prosta bu yerni terib ekan. Transfermani bismillah terib boshladim. Ko'p ekan. Marhamat, agar kimdir tarvuz olmoqchi bo'lsa, ular jaqlar ko'rsatadi. Odamlar qanday bir mirg'i mazza qilib tarvuz beryapti, ko'rsatsa bo'ladi. Ha, mana bu uzoqda Rossiyada kuzatib turganda ko'radi. Nomag'ir 8 kilo, 9 kilo. Yaxshi. Maşlar to'shna 10 kilolar, 9 kilolar bor. 12 kilo ham bor, 13 kilosi ham bor. Katta tarvuz ekan. Va ko'pchilik teryapti, juda yaxshi. Mana bolalar ishlayapti. Bolalar ishlayapti. Paleka kerak, paleka o'zing. Mayli. Bravo büyüksa. Bir para diyor. Bravo gel. Bunda canım var. Bolalar altına verildi. Juda katta tarvuz ekan. Kelma. Yana alim katta tarvuz ko'rsa, yana bu bolalar ekan.
Mana video qilib mana qarang, mana tarvuzlar jatishini mana. Mana birinchi terim tarvuz. Mana. Ha, bu o'rgon keladi. Ovur. Yaxshi, qana katta tarvuz. Yaxshi, qarang. Juda zo'r. Harakat qilib, mana qarang hozirga. Yo'q, shuna yetkazib bering. Ha, tarvuz qarang. Ko'plar chert deydi, shunasa qo'y, bu qabul qalin. Ko'cha qalin. Ha, ko'cha qalin, qarang, o'g'on qiladi ziyat. Ha, mana bu yoqda palaklarni qarang. Qarang, palak sinmi. Yerimiz qum yer yerlar. Qiyircha. Ketib yerda chiqadi. Ha. Yo'q, videomiz ham cho'zilib ketmasin, pastga nomerlar qo'yamiz. Mana shu yerda gektar, 3 gektar tarvuzi bor. 3 gektar tarvuz bor. Bemalol kelaverasiz ana shu bugunga. Mana shu yerdan 3-4 pishtasini teryapmiz. Bu ham qo'lda odam kirgan turibdi. Hay sizga ham diqqat, rahmat. Rahmat sizlarga ham. Marhamat kelingizlar, adresini batafsil qilib so'rang. Shunday. Sog' bo'lingizlar, salomat bo'linglar.